Diqqat aholiga ajoyib xushxabar. 1-fevraldan kam ta'minlangan oilalarga elektr va gaz uchun kompensatsiya beriladi. Batafsil videoni oxirigacha tomosha qilsangiz bilib olasiz. Assalomu alaykum do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Eng so'nggi va dolzarb yangiliklardan faqatgina birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, video ostidagi like tugmachasini bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'yishlikni ham unutmang. Barchangizga kattakon rahmat. Diqqat qiling. 2026-yil 1-fevraldan boshlab O'zbekistonda kam ta'minlangan oilalarga elektr energiyasi va tabiiy gaz xarajatlarining bir qismi davlat tomonidan qoplab beriladi. Yangi tartibga ko'ra fuqarolar kompensatsiya olish uchun onlayn tarzda ariza topshirishlari mumkin. Arizalar quyidagi yo'llar orqali qabul qilinadi: davlat xizmatlari markazlari orqali, ijtimoiy xodimlar orqali, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali, yagona milliy ijtimoiy himoya axborot tizimi orqali. Qayd etilishicha, arizalar har oyning 16-sanasigacha qabul qilinadi. Ushbu yangi mexanizm kam ta'minlangan aholini qo'llab-quvvatlash va kommunal to'lovlar yukini yengillashtirishga qaratilgan, deyiladi xabarda. Ushbu xabarni yaqinlaringizga yuborib ogohlantirib qo'ying. Ha, aytgancha, agarda siz kanalimizda yangilardan bo'lsangiz, ushbu videoga like bosib, hoziroq kanalimizga obuna bo'ling.